ey til derkan, sen ko'p gapirma derkan. Sen jim o'tir derkan, tilga tana gapiryapti, tasavvur qilyapsiz? Ha nima uchun desak, sen gapirasan debdi. Seni dastingdan meni boshimga balo keladi. Hozir mana hech chiqing zalga. Shu sportsmenlarning oldiga borib turishga harf dengda. Yeysiz bitta, normalni, to'g'rimi? Yo'q, noto'g'rimi gapim? Nimalar hisobidan deysizga, bir og'iz noto'g'ri gap gapirganingiz uchun yo ko'zingiz qizaradi, yo bir jog'ingiz sinadi, yo bir qoshingiz yoriladi, yo bir badaningizda qanaqadir sinyaklar bo'ladi. To'g'rimi gapim? Shu badan gapiryapti tilga, nima deyapti? Ey til deyapti. Sen jim o'tir. Seni dastingdan meni boshimga balo keladi sen gapirsang deydi. Tushundingizmi? Shuning uchun yomon gap bu sizga faqat zararingizga ishlaydi. Men xohlagan ishimni qilaman, o'ylamasdan gapiraman. Menga farqi yo'q dedingizmi, jo'rajon mazangiz qochib qoladi. Oyog'ingiz yerdan uziladi. Va yerga yiqilgan paytingizda qattiq yiqilasiz. Va yiqilgan paytingizda albatta biron bir joyingiz sinadi.